Davom etamiz. Shu kunlarda Navruz umumxalq bayrami munosabati bilan viloyatimizning barcha hududlarida bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Qiradirlar, bog'lar va maydonlarda xalq sayllari davom etyapti. Mehnat jamoalarida hamda ta'lim muassasalarida bu bayram sumalak sayllari ko'rinishida qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz shiori ostida tashkil etilyapti. Yangiobod tumanidagi markaziy o'yingoh. Erta tongdan tuman ahli Navruz sayliga kelishdi. Yosh uqarning yuz ko'zida quvonch, zero xalqimiz yasharish va yangilanish ayyomi bo'lgan Navruzni intiqlik bilan kutadi. Bahor nafasini boshlab keladigan bayram har bir yurtdoshimiz, har bir oilaga quvonch olib keladi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Navruz bayrami Jizzax viloyatining har bir mahalla va qishloqlarida ko'tarinki kayfiyat va shodiyonalar bilan davom etyapti. Tun va kun tenglashadigan ushbu sana munosabati bilan Yangiobod tumanida o'tgan bayram saylari ham milliy o'yinlar va qadriyatlarni targ'ib qilib, kishilar o'rtasidagi o'zaro mehr-oqibatni namoyon etdi. Milliy bahoriy taomlar tayyorlandi. Bahor kirib keldi yurtimizga, Yangiobodimizga. Hamma uchun ming marta rahmat prezidentimizga, rahbarlarimizga. Bayramimiz bardavom bo'lsin, dehqonlarimiz hosil baraka bersin, yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yoshlarimizga umr bersin. Doimo yurtimiz tinch, ashli farovon bo'lsin, Alloh taolamiz. Mana odamlarning tirishidan o'zi milliyligimiz sezilib turibdi. Barcha eski ota-bobomizdan qadriyatlar boshqadan tiklanyapti. Buning uchun ming marta rahmat. Navruzimiz keng dalalarda bo'lsa, tabiat qo'ynida odamlar bemalol yashab yarasa, mana xalqimizdan qolgan urf-odatlar tiklanishi bilan birga mana kurash, quloq, kamda kirib kelyapti, boshqadan tiklanyapti. Qadimda otalarimiz taomlar tayyorlanyapti. Bular ham o'zimizni qadriyatni tiklash, kiyimlarimiz tiklanyapti. Bularni yana kengroq dalada o'tishini, odamlarning ko'proq jalb qilishni xohlardik. Saylga kelganlar bahoriy taomlar namoyishi, milliy liboslar va hunarmandchilik ko'rgazmasi, turli o'yinlar, raqslarga guvoh bo'ldilar. Shundan so'ng bayramona konsert dasturi boshlandi. Uning avvalida so'zga chiqqanlar Sharqona yangi yilimiz bilan yig'ilganlarni qutladilar. Bahor insonlarni yangilik, yaratuvchanlik va bunyodkorlikka undaydi. Navruzning aynan shu mavsumda nishonlanishi bu ezgu ayyom qadrini yanada oshiradi. Chunki tabiatning uyg'onishi, insonlar dalalar va bog'larda qizg'in mehnat jarayoniga kirishini har gal yangidan hayot boshlanayotgandek taassurot qoldiradi desak bo'ladi. Yangiobod tumani ahli ham Navruz bayramini ana shunday ko'tarinki kayfiyatda qarshi oldi. Jizzax viloyatining eng chekka qishlog'i Yangiobod tumani. Bizga hech qachon yo'l bilinmaydi. Nimaga desangiz, xalq xursand bo'lyapti. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Tinch mamlakatga, tinch yurtga bayramlar yarashadi. Bu bayramlarimiz bardavom bo'lsin. 95-yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapman. 2008-yilda meni arzimagan mehnatlarimni yuksak darajada baholab shuhrat medali bilan taqdirlandim. Tumanimizda yuksalish kundan kun yuqori darajada bo'lmoqda. Bizni 30 yilga oldingi qishloq bilan hozirgi qishlog'imizni shahar darajasiga yetishdi. Chunki 30 yil oldin bu qishlog'imiz umuman gaz yo'q edi. Tumanimizga gaz kirib keldi. Hamma joy gazlashgan, baland imoratlar qad ko'tardi. Yurtboshimizda mana shunday oqilona siyosatlaridan juda ham xursandmiz. Badiiy havaskorlik jamoalari hamda estrada xonandalarining chiqishlari, ayniqsa taniqli san'atkorlarning elga manzur bo'lgan kuy-qo'shiqlari, so'z ustalarining xalqona hangomalari yig'ilganlar kayfiyatiga kayfiyat ulashdi. Yosh uqarni bir manzilda jam qilgan bayram sayli asrlardan beri shakllanib, sayqal topib kelayotgan an'analarimiz bardavomligini, a'lo kayfiyatni hamda shukronalik hissini jo'sh urishini ta'minladi. Navruz shukuhi yurtimiz bo'ylab davom etmoqda.